Nimaga bu omeletni oldinroq tayyorlab ko'rmagan ekanman? Juda ham zo'r bo'lar ekan. Oila a'zolaringizga albatta tayyorlab bering. Qani ketdik. Bismillah deb tuxumga tuz, paprika, qizil bolgarskiy, kolbasa solib aralashtiramiz. To'xtang, ko'katlarimiz qopga tushiy sal qopdi-ku. Uni ham solib aralashtirib olamiz. Qizigan skоворodkaga saryog', salat yog'idan solamiz va massamizni quyamiz. Tegi sal pishishni boshlagandan keyin ustiga sir bo'laklarini qo'yamiz va rulet qilib o'raymiz. Tez tayyor bo'ladigan omeletimiz tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring. Juda ham sochli, to'yimli va mazali bo'ladi. Yanada qiziq retseptlarni o'tkazib olmaslik uchun menga obuna bo'ling. Obuna bo'lishda kunko'hir, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Like bosish esingizdan chiqmasin.